Aziz birodarlar, bu darsimiz namoz o'qiydigan musulmonlar uchun. Albatta musulmon inson o'zi namoz o'qishligi shart, farz. Ertaga qiyomat kuni avvalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Birinchi hisob-kitob qilinadigan amal bu namoz bo'lib hisoblanadi. Albatta namoz o'qishlik bu farz. Lekin namoz o'qib qo'yishlik insonga kifoya bo'lmaydi. Ya'ni namoz o'qib qo'ysam men qarzimdan qutuldim. Yo'q. Namoz o'qishlik bu alohida farz, lekin uni o'zini shartlari ham bor. Shu shartlardan biri va talablaridan biri masalan namozdagi xushu. Albatta bu namoz o'qishlik shart, farz, lekin xushu bilan o'qilmaydigan bo'lsa, g'aflat bilan o'qiladigan bo'lsa yoki shunga o'xshagan bir namozni talablaridan bittasi shariatimizda aytilgan jamoat bilan namoz o'qishlik haqida. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytayapti: "Varka'u ma'ar roki'in." Namoz o'qiydiganlar bilan birga borib namoz o'qinglar. Ya'ni jamoat bilan namoz o'qishlikka ishora qatori Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytgan. Demoqchi bo'lganimiz shuki azizlar, namoz o'qiyapmiz. Alloh rozi bo'lsin, Alloh qabul qilsin, bardavom qilsin, lekin o'sha namozlarimizni jamoat bilan o'qishlikka harakat qilishligimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytadi: inson masjidga borib keladigan bo'lsa, har bir borishiga, har bir kelishiga alohida Alloh subhanahu va taolo ziyofat, ya'ni dasturxonini tayyorlab qo'yar ekan. Ya'ni masalan bomdod namoziga bordik. Borganingiz uchun alohida, qaytib keladigan bo'lsangiz, qaytib kelishingizga alohida jannatda Alloh subhanahu va taolo dasturxonlarni tayyorlab qo'yar ekan. Nima uchun desa, sababi bu bandam meni 5 mahal namoz farz qilgan namozimni, hukmimni muhofaza qilyapti. Muhofaza deganni tafsirini ulamolarimiz aytadi, to'liq shartlarini bajarishlik. Namoz o'qidik, bu kifoya emas. Ichidagi xushusi, ichidagi xudulari, ichidagi boshqa bir tasbihlari, sunnat, mustahab, vojiblarni eng a'lo darajada bajariladigan bo'lsa, va vaqtlarini ham, safarga chiqqanda ham, og'riyotganimizda ham har bir holatda namozni o'qib va namozni ichidagi amallarni to'la to'kis ado qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo ertaga qiyomat kuni bizga ziyofatini tayyorlab qo'yadi. Jamoat bilan namoz o'qimaganni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin, olamga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar, lekin namozga sababsiz, ya'ni besabab hech bir shar'iy sababi yo'q, kasal emas, yoki bir og'ir holatda emas, masjidni bo'lib turib, lekin masjidga kelmaganlar haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq gaplarni aytganlar. Hatto shunchalik gapni aytgan, o'sha insonlarning uyini yoqib yuborishga men tayyorman deganda. Bu degani azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni jamoat bilan o'qishlik naqadar zarur ekanligini bildiryapti. Shuning uchun azizlar, barchalarimiz 5 mahal namoz o'qishga harakat qilaylik. O'qiyotganlarimiz esa jamoat bilan masjidda o'qishga harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh savoblari juda ko'p bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin.